Assalomu alaykum. Uzoq yurtlarda ko'rib turgan yurtdoshlar hamda obunachilar, qolursa yurtimizda kuzatib turgan yurtdoshlar. Mana bugun Xudo xolasa maktabni bitirganimizga 30 yillik bo'layotgan ekan. O'sha 30 yillikka sinfdoshlarimizni qolursa qo'ldan kelgancha musofir yurtlarda ko'rib turgan aka-ukalarimiz, sinfdosh qatnasha olmayotgan sinfdoshlarimizga ozgina bo'lsa ham ko'rsatib, havola qilib, lavha qilib, Xudo xolasa tayyorlaymiz. Mana men bu misol uchun boshladik Xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hammalaringizga. Mana shu bizlarda bir partada o'tirgan sinfdoshlarimiz mana bugun yig'ilgan Xudo xolasa. YouTube'ga majarni shunday bir uchta bachcha ham qo'shib ko'rmasak. Yo'qlar. Mazizmi? O'ziga emas, ko'proq Ne qator bizlar sinfdoshlarimiz Xudo xolasa hozir bitta sinfga kirib o'tirib maktabni 30 yilligini eslab Xudo xolasa ustozlarimiz ham kelgan xolasa. Mana bugun Xudo xolasa maktabni bitirganimizga 30 yil bo'lgan. O'sha 30 yillik davomida sizlarga ozgina bo'lsa Keyin yozib bering bizlarga. Assalomu alaykum. Kecha sizdan javob so'radim. Kim adi bizni sinfdosh? To'ylar muborak bo'lsin. To'qqizga sonli maktab dedim to'qqisi 83 yili Nuravoyga o'qishga keldim. 1993 yili maktabga tugatgan bitiruvchilari 30 yillik didor uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvga ustozlar ham qatnashdi. Uchrashuvni tashkilotchilari hasanatda xonimlar video olish uchun esa maxsus adman Abdumali yakka bo'lami yakka bo'lami videolarga yakka bo'lami YouTube'ga joyladi videolarni butun dunyoga odamlar ko'rib musofir yurtida yurgan sinfdoshlar ham uchrashuvga qatnasholmagan do'stlarimiz ham ko'rib xursand bo'lgan. Yakka bo'lami sizlar uchun xizmat qildi. Yakka bo'lami yakka bo'lami
sizlar uchun xizmat qilib. Ha, cep eshitdingizlar. Assalomu alaykum, aziz ustozlar, hamda sinfdoshlar. Mana bugun shu Muqimiy Navoiyning 9-sonli o'rta maktabda 1993-yilda shu maktabda bitirgan o'quvchilar yig'ilish o'tiribdi. Ustozlar taklif etganmiz. Shu munosabat bilan nima edi? Ramziy dars mashg'ulotini o'tamiz. Hammani esida qolgan 6-sinfda materiyalar geografiya degan fan bor. Bir eslatasiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, domlalar, shogirdlar, hammalaringizni bugunni mana shu 30 yillik bu ham bir an'anaviy yubiley hisoblanadi. Shu to'ylaringizni tabriklayman. Rahmat. Endi bu kunda juda ulug' kunda qancha odamlarni boshlayotgan 30 yil. 100 yilliklarni ham mana shu yerdagilar to'y o'tkazib, xushchaqchaq kayfiyatda oilalarini boshlarida o'tkazib yuringlar. Nishonlab yuringlar. Oilalarini tinch yashanglar. Qo'shcha qarinlar hammani ko'rib bugun daxilingni tanidim, daxilingni. Nima kerak? Bu terida necha o'zgaradi odamsiz. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, qayerda bo'lsalaring ham hayotda qahramonlarni qo'shadi. Men birinchisi shuni tilayman. Ikkinchisi eng muhimi mana bizlardan katta ustoz Rahmatov domla ham mana yonboshimizda o'tiribdi. Shu ayolni ko'rib quvondim. Nima uchun quvondim? Chunki men bir vaqtlar shu 59 da ishlaganimda meni shu yerga chaqirib kelgan sabab shu. Bu odamlar bilan ishlaganmiz. Mana bitta qol. Hayot o'zgaruvchi. Hech qachon ayovsiz to'xtamaydi. Hayotda nima o'zgarishlar bo'lmaydi. Rahmat domla, birinchidan sizni ko'rib quvondim. Kelganimdan birdangina surishtiraman, so'rayman. Shu birga ishlagan domlalardan kimlar bor? Yoki bo'lmasa ayol kishi hatto o'boshsizgacha so'rayman. Nima desalaring, qanday tushunalaring. Shular mana chunki yaxshi yomon ko'rib qilganmiz. Shu yerda mana Hazil Muhtayeva ishlar qilganmiz. Mana sizlarga o'xshagan yoshlarga men kechiringlar, geldik tenglikni unutmang. Hatta opamiz var. Bu odamni ko'rdim, quvondim, mana mashinalar birga mindirib keldik birga. Lekin mana Ziyoda degan do'stimiz, dugonamiz bor. Dugona desa, sizlar mana qumonlar quvondim.
quvondim, borlarini ko'rib quvondim. Hayot shafqatsiz baribir. Hamma kechagina eslaydik. Baribir. Mana Bahrom jiyan telefon qildi. Kelasiz ustoz degandan keyin shundan beri uyda harakatdan ular kim bo'ldi? Ular qanday o'zgarishga uchragan? Qanday bir cho'qqilarga erishgan? Qanday qiyin savol berilmaydi. Qanday qiyofada yuribdi bu shogirdlarimizdir. Agar ishonsalaring shu sen alam qilganidan bir 3-4 kun bo'ldi. Ismi eslashimiz, guringimiz shu. Nima keragi bor? Bu yerda anavi yo'q. Shunda hammani ko'rdim, mana quvondim. Yerda to'liqmisizlar muhabbatda? Yigitlarda, qizlarda qalban. Hamma mana shu yillar mobaynida ko'p cho'qqilarga erishgansizlar. Bu cho'qqilarni faqat o'zlarining zabt etinglar, oilalaring bilan bizlar faqat sizlarning izlaringda tilovchi bo'laylik. Bizlar quvonib yuraylik. Shu shogirdlarimizni boya men tashqarida o'g'il bolalardan biri qilganimda bir xil misollarni keltirdimda, shunday o'quvchilarim bor. Kerak bo'lsa ministerlikda ishlaydi deb bergan joylarim bor-da. Bir xil joylarda men endi men chiroqchilik bilan ishlayman. Alhamdulillah sen ikkoving ko'proq tushunasan. Yerda chiroqchiliklarni oldida katta gapirmasalaring, bir xil gaplaring o'tmay qoladi. To'g'ri-da? Katta gapirib jiyirga o'g'izga qil beraman degan joylar. Rahmatim. Yozib olayotgan. Shuning uchun sizlar ham qayerda bo'lsalaring omon bo'ling, nasib bo'lsa yuksak cho'qqilarga yursinlar. Ministerliklarga ko'taringlar. Undan yuqorilarga ham ko'taringlar. Nima uchun bizlarga 59dan chiqmaydi? Nima uchun? Men ko'p narsalarni aytdim. Nima uchun yakroqdan chiqmaydi? Nima uchun misol qatoqdan cho'qqirlar No'g'aylarga chiqmaydi yoki degan joylarim bor-da, o'ylanib qolaman. Nasib bo'lsa ana shundayni o'zlaring erishmagan bo'lsalaring farzandlaringni erishtiringlar. Suyanchi bo'lma. Shu cho'qqilarga suringlar, kerak bo'lsa yordam beringlar. Endi dars jarayonini ko'pda men aytyorsam, birinchi o'quvchilarim 60-yilda bolalar qonun tutganlarni o'qitganman. Sizlardan kattaroq deydi. Endi eng yana bir qiziqarlisi bu yerda boshqalarni tanimasa, ilhomdan Jahongir ikkovi taniydi. Buvanizlar. Yo'q, taniymiz. Buvanizlar hech kimga to'ychak aytdi-ku. Yaxlarim bilmasligi mumkin, to'ychak aytdi, yakay dedi, ha? Sen mana jurnalni to'ldirib qo'ydi. Endi ko'pim o'qituvchi bo'lsam, jurnal tushunasiz. Rahmat, to'ldirmayman debman-da. Yo'q, yakayganda dedi. Lekin bo'laman deb. Bo'ladi, qo'rqma yaqindan dedi. Men bitta narsa aytmoqchiman. Shu jurnalni varaqlab ko'rsam, mening sinfdoshim musulmon Buvanizlar familiyani boshida turibdi-da. CSB degan maktab bor, sinf. Chala savodlarni bitirish. 4-sinfdan kimdir chiqib ketgan, 5-sinfdan kimdir chiqib ketgan, 8dan kimdir chiqib ketgan. Buvanizlar shunda turibdi-da. Hozirgacha hozir mana yodgor to'yida ko'rib, "Buvanizlar, seni ustozing men bo'laman" deyman-da. Shunda birinchi o'quvchilarim agar Buvanizlarni hisoblasalaring 54-yil bor. Universitet bitirib kelganlar bilan tengilsa, mana Ziyoda guvoh ayniqsa ham 60-yil qolib qolganlar, lekin mana sentyabrgacha to'g'rilganlari bitirib qo'yildi. Ana shu maktab sohasida endi o'zim maqtamayman, bir
Ana o'qiganim yo'q. Ayrim o'quvchilarimiz mana Ilhomjon yoki bo'lmasa Jahongirlar Toshkent prezident atrofigacha ko'tarilib bordi. Men uni ko'rib ko'rganman. Demoqchi bo'lganim. Esa mana Ziyoda guvoh ayniqsa ham 60-yil qolib chiqqanlar, lekin mana sentyabrgacha to'g'rilganlari bitirib qo'yildi. Ana shu maktab sohasida endi o'zim maqtamayman, bir ana o'qiganim yo'q. Ayrim o'quvchilarimiz mana Ilhomjon yoki bo'lmasa Jahongirlar Toshkent prezident atrofigacha ko'tarilib bordi. Men uni ko'rib ko'rganman. Demoqchi bo'lganim, salomat bo'lsalaring bu hayotda hamma o'zgarishni sizlar erishasizlar. Yana aytganda, men erishmagan bo'lsalaringda o'zlaring farzandlaring orqali erishinglar. Shuni bizlar guvohi bo'laylik. Sizlaringdan quvonib yuraylik. Mana rahmatga o'xshab bizlar 95-100 ga kirganimizda sizlarning bundan keyingi 60 yilliklaringda ham qatnashib yuraylik. Endi dars o'tsam ko'pinga hozirda metod bo'yicha endi Indoneziya metodi, Finlyandiya metodi, har xil metodlar kirib ketdi. Endi kim o'qituvchi maqoda qo'lini ko'tarsin, bir o'qituvchilar bitta, ikkita, yo'q, sen endi kattaroq o'quvchi. Bundayda bu vaqtinchalik o'tkinchi. Har qanday metodlarni olib kirish bilan haq o'zgarishib ketyapti. Qo'lni joyimiz yangiliklarni olib kirishga intilyapti. Lekin hammasi mana shu o'rtadagi aktam mana hozir ishlayapsan. Shular olsa sal chalg'ib qoladi. Qaysi metodda tekshirishim kerak? Nima qilsam ekan, o'qituvchini ham chalg'itadi, bo'lsinlar. Demoqchi bo'lganim, sizlar chalg'imanglar. Bir xil yo'lda ketinglar. Men boshqa dars o'tmayman sizlarga. Kechikadi. Mana ketak. Kimdir ko'targan bordi. Mana shu kayfiyatlaring tushmasin. Shuni asranglar. 30 ga kirib, 30 yillik yubileylaring bo'ldi, 100 yillik yubileylar bo'lganda o'zlaringni asranglar. Boshqa rahmat ustoz. Rahmat. Endi bir kunda kamida 4 soat dars bo'ladi. Boshlandi. 6 soat. Ha? Endi so'z navbatini shu ustozimiz Zelifa Muhammadiyevaga beramiz. Matematika 2 kilo tosh olmi, 2 kilo paxtami? Avvalambor assalomu alaykum. Shokirlar. Bolalar, yaxshimisizlar? Charchamanglar. Uyichlaringiz zo'rmi? Rahmat. Men ham sizlarga mening boshqa aytib bo'lmaganman, bitiruvchi sinf bo'lmagan o'sha. Hamma aytmaydi ekan. Bizlar mana 5-sinfdan 9-sinfgacha matematikada dars bergan, shuncha kunlar tanimaydi. Yo'lda salom bermay o'tib ketaveradi. Endi berib salom. Endi men matematikada dars berganman. Asha kuchimiz yetgancha 30 yil ishladik. Mana pensiyaga chiqqanimizga 20 yil bo'ldi. Sizlar ham charchamanglar, shu yillardan o'qituvchilar ko'pi mana. Bu yaxshi kasb, yaxshiligi mana shu shogirdlaring bo'layotgan. Ha. Mana hozir bozorga borsak ham yo'lda shogirdlar ish qilib, ha domlalar qanday ustoz mening ustoz tushing, yo pulingizni to'layman deydi, osmonga ko'tariladi. Shunday yaxshi sharafli kasbni tanlaganimizga shukr. Bu kasbda hammasi ham yaxshi. Hech yomon yo'q. Chunki ro'zg'or bo'lasiz, bola chaqa bo'lasiz, charchamay o'tasiz. Yaxshi, faqat kasbni sevish kerak. Shu sevgan odam yaxshi ishlaydi, charchamaydi, qarimaydi. Xudoga shukr, shu kunlarga yetkazganiga shukr. Mana men ham 5 ta o'g'lim, bitta qizim bor. Hammasini voyaga yetkazdik. Endi vaqt keldi, hajga borib keldim. Xudoga shukr. Hammaga yaxshi
Hamma valideylar, bola chaqalarim bilan, oilalarim bilan yaxshi joylarga Xudoga borgan sayin borgim keladi. Hammaga nasib etsin. Endi ikkala turib yotmayman. Sizlar, hurmatli sinfdoshlar, endi so'z navbatini sizlardan tasdiq bersak, Suvanib Ilhom nomidagi so'z bersak, hozir respublika ma'naviyat va ma'rifat markazida ishlaydi. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli o'rtoqlar, sinfdoshlar. Bugungi kunda mana shu bayram uchrashuvini ko'rib turganimiz juda ham xursandman. Mana shu bizni 93-yilda tugatuvchi barcha sinfdoshlar nomidan sizlarning kasblaringizga ulkan taqdirlar tilaymiz, huzurlaringizga baraka tilaymiz. Nabiralaringizni, bizlarga o'xshagan shogirdlaringizni baxtiga sog' omon bo'lingizlar doim. Mana hozir ustoz turli metodlarni kirib kelayotganini aytdi, lekin baribir biz uchun an'anaviy metod, sizlar bergan ta'lim biz uchun asosiy uslub va vosita xizmat qilyapti hayotimizda va shu bugun erishgan bo'lsak, birinchi harfni o'rgatgan ustozlarni bo'lgan mehnatlari orqali kitob o'qiyapti. Yozishni o'rgatgan ustozlar orqali yozyapti. Gapirishni o'rgatgan ustozlar orqali gapiryapti. Fikrlashni o'rgatgan ustozlar orqali fikrlayapti. Sizlar uchun bu uchun sizlarga katta rahmat aytamiz. Doim bizlarni ardobidan qalbimizda siz uzr sal hayronlanmayapmiz. Biz boshqa joyda hayronlanmaymiz. Katta majlislar qilib hayronlanmaymiz, lekin ustozlardan sinfxona, avra, hali ham o'quvchiligimizni his qildik. Hozir xuddi bagidek birinchi sinf yoki ikkinchi sinf o'tiribmiz-da, 6-sinfda shunday. Baribir bu joyda muqaddas dargoh ekanligi yana isbot qilinadi. Qarang, masjidga borganda odam tutilib qoladi. Mozorga borganda odam tutilib qoladi va maktabga kelganda odam tutilib qolishi kerak. Mana bugun shuni his qildik. Hamma shu narsani his qilgan bo'lsangiz kerak. Doim ana shunday tutilib qoladigan muqaddas joylaringiz ko'p bo'lsin. Endi ustozlar, hurmatli sinfdoshlar, Murobat choyxonasiga choy tashkillashtirganmiz. Birgalikda borib endi o'yin kulgi davrani shu yerda o'tirib suhbatlashamiz. Hammalaringizni taklif etamiz. Xudoolasa baravar kafesiga boramiz. O'tirishimizni o'sha yerda davom ettiramiz. Sizda Qayercha bel ushlab turibdi. Bu qayercha. Hayır, like. chiqishimdan hozir yana knopka keladi.
Yuragimda sizdan qolgan dog' joy bor. Faqat o'sha dog' joyida sog' joy bor. Yuragimda sizdan qolgan dog' joy bor. Faqat o'sha dog' joyida sog' joy bor. Bir gapim bor, boshqalardan qizg'onaman. Keling, tanish go'shamizga bog' joy bor. Bir gapim bor, boshqalardan qizg'onaman. Keling, tanish go'shamizda bog' joy bor. Yuzingizda men qo'msagan yoshligim bor. Tol ko'chada qolgan bag'ri toshligim bor. Yuzingizda men qo'msagan yoshligim bor. Tol ko'chada qolgan bag'ri toshligim bor. Sizga jonim sevish o'zi kamlik qildi. Sizdan kechib o'zimdan ham kechganim bor. Sizga jonim sevish o'zi kamlik qildi. Sizdan kechib o'zimdan ham kechganim bor. Kechib sevgidan ham kechganim bor. Sehrli bir tunda sizni quchganim bor. Sizdan kechib sevgidan ham kechganim bor. Sehrli bir tunda sizni quchganim bor. Yo'q endi sevgidan biz gapirmaymiz. Sizdan kechib o'zimdan ham kechganim bor. Yo'q endi sevgidan biz gapirmaymiz. Sizdan kechib sevgidan ham kechganim bor. Yuragimda sizdan qolgan dog' joy bor. Faqat o'sha dog' joyida sog' joy bor. Yuragimda sizdan qolgan dog' joy bor. Faqat o'sha dog' joyida sog' joy bor. Sog' joy bor. Sog' joy bor. Sog' joy bor. To'ylar muborak bo'lsin. Yaka bu olamı Videolarga Ol deri diyorlarga YouTube'ga joyladi Videolarni butun dunyoga Odamlar ko'rib musofir yurtida Yurgan sindoshlar ham uchrashuvga qatnash olmagan Ishlarimiz ham karib xursand
Boyasi ramziy ma'nodagi darsimizni kim 5 oldi, kim 2 oldi, hozir chiqib aytadi. Davrani tashkillashtirish bo'yicha qanday takliflar bor? Bitta bizda taklif chiqyapti. Bitta A sinfdan, bitta B sinfdan, bitta B sinfdan, bittadan qizlarimiz chiqib tabrik aytadi va bitta sharti shu maktab davridagi bittadan eng qiziq voqeasini aytib beradi. Jurnal bo'yicha boshlaymizmi? Yo, hal birinchi talabgorlardan boshlaymiz. Ha? Kecha yeganni esimni aytdim. Yo, demak nimadir bor, shuning uchun esimlayapti. Yaka bo'g'alami to'qqisi sonli maktab dedalim to'qqisi 83 yili Mulovoyga o'qishga keldi. 1993 yili maktabni tugatgan bitiruvchilari 30 yillik didor uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvga ustozlar ham qatnashdi. Uchrashuvni tashkilotchilari hasanatli xonimlar video olish uchun esa maxsus Adnan Abdumali yakka bo'g'olami yakka bo'g'olami videolarga yakka bo'g'olami YouTube'ga joyladi videolarni butun dunyoga odamlar ko'rib musofir yurtida yurgan sindoshlar ham uchrashuvga qatnosholmagan do'stlarimiz ham ko'rib